Suv inson turmush tarzining asosini tashkil etadi. Biz suvni ichamiz, undan taom tayyorlaymiz, yuvinamiz, kir yuvamiz va uning yordamida tozalik ishlarini amalga oshiramiz. Lekin bir kunda qancha miqdorda suv sarf qilishimizni hatto o'ylab ham ko'rmaymiz. Xonadonimizdagi oddiy quvur orqali daqiqasiga 15 litr suvni sarf qilamiz. 1 soat davomida esa u 1000 litr atrofida bo'lishi mumkin. Shaharda istiqomat qiladigan inson kun davomida o'rtacha 250 litr suv ishlatadi. Tasavvur hosil qilishingiz uchun raqamlarni umumlashtiramiz. Demak, 15 kun ichida bir kishining o'zi o'rtacha bir xonani to'ldiradigan darajada suv sarflar ekan. Ortiqcha kommunal chiqimlarni kamaytirish va eng asosiysi tabiat ne'matini asrash maqsadida suvni tejamoqchi bo'lsangiz, 3 ta asosiy qoidaga amal qilishimiz lozim. Suvni behudaga ochiq qoldirish madaniyatsizlik belgisi. Birinchi va asosiy qoida bu suvni bekordan bekorga sarf qilmaslik. Agar bir inson yil davomida tishini jo'mragidan oqizib turgan holatda emas, maxsus idishdagi suv yordamida yuvsa, 8000 litr suvni saqlab qolgan bo'ladi. Ikkinchi qoida. Oshxonada odatda xonadon bo'yicha suv hajmining 8-15% sarflanadi. Oshxona anjomlarini yuvishda maxsus idishlardan foydalanish yoki rakvinani o'zida ularni ivitgan holatda yuvish sezilarli darajada suv tejalishiga olib keladi. Agar sizning idish yuvadigan mashinangiz bo'lsa, bilingki siz 10 barobar ko'proq suv tejashga erishasiz. Uchinchi qoida. Biz yuvinish uchun hammomda o'rtacha 140 litr suv sarf etamiz. Mutaxassislarning fikricha, maxsus suv kabinalaridan foydalangan holda suv sarfini 2 baravarga qisqartirish mumkin. Yuvinish uchun qancha kam vaqt sarflansa, shuncha suv sarfi tejalishiga erishish mumkin bo'ladi. Shuni bilingki, ichimlik suvi bo'yicha ekologik muammo tobora keskinlashib borayotgan bir paytda ushbu arzimas tuyulgan odatlar bilan Yer sayyorasidagi suv balansini me'yorlashtirishga hissa qo'shgan bo'lamiz.